asfaltning sifatini qatdan bilsa bo'ladi. Qaranglar do'stlar, Farg'onadan Patsakas kelgan asfalt 100 kilometr masofadan kelyapti. Endi qaranglar, bu 100 kilometrdan keyin chur sovib qoladi deydigan yo'llarga. Ko'ryapsizmi qaynashini? Akalar, ko'ryapsiz? Poqqillab qaynab ketyapti. Xuddi mana shunaqa do'stlar sifatli asfaltni uyingizga bostirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, hozirgi kunda nech pulga tushyapti? To'lov ma'lumotini olgani yetib kelganmiz do'stlar. Hozir biz qaranglar, 300 kvadratga yaqin joy, 300 kvadratdan oshmi? 318-20. Gap yo'q, zo'r. Hozir bitta xudo xolasa asfaltni obcha berish, bosib berish, undan tashqari do'stlar katta o'ylari, hamma xizmatini mana shu akalarimiz o'zlari chiroyli holatda qilib berishadi. Uyning egasi do'stlar faqatgina do'stlar oxirida pulini sanab beradi. Undan tashqari zasipkasini olib beradigan bo'lsa, 0 ga do'stlar zasipkasini olib turib, trambovka qilish ham ichida bo'ladi. Xuddi shunaqami? Assalomu alaykum. Charchamasdan. Qarang, hozirgi kunda asfalt bostirmoqchi bo'ladigan bo'lsa, masofasiga qarab turib necha puldan necha pulgacha bosib beryapti. Chunki Farg'onadan keladi. Hozir zavoddan shagacha 100 kilometr olsa. Endi shopir ham arzon pulga olib kelmaydi. O'shuning uchun juda ko'pchilik aytayapti ekan, bizga 60 mingdan ham chiqaryapti-yu, 70 mingdan chiqaryapti, 75 mingdan chiqaryapti. Yo'q, akalar, agar siz o'sha zavodga bir 20 kilometr yaqin joyda bo'lsangiz, sizga ham 60 mingdan bosib berishaveradi. Muammosi yo'q. Lekin 100 kilometr bo'ladigan bo'lsa, iloji o'zgacha xarajat qo'shiladi. To'g'rimi? Gap yo'q, zo'r. Hozir bunga qanaqa asfalt kelyapti, bitimi qanaqa, pisoyi necha marta yuvilgan asfalt bu? Buni pisoyi sifat standartidan o'tgan bo'ladi. Eng toza pisoyni olib. Eng toza pisoy. Hech qanaqa sho'ri yo'q, 2 martalab yuvilgan toza pisoyda rossiyskiy bitimda asfalt chiqqan. Rossiyskiy bitim bo'ladi. O'zlari shuni tanlashganlari uchun rossiyskiy toza bitimda chiqardi. Endi O'zbekiston ham bor. O'zbekistonniki ham chiqarsa bo'laveradi. Buni pulicha yengilroq bo'ladi, buniki qimmatroq bo'ladi. Lekincha qimmatroq bo'ladi. Lekin tavsiya qilmaysiz. Endi undan imkon qadar mana shunaqa maynini o'zimizga mosinali chiroyli qilib chiqarib berganingiz yaxshi. Sababi ko'proq tursa uyda egasi bizga klient ko'proq jo'natadi. To'g'ri. Undan tashqari do'stlar, bu qilinayotgan ish ertaga misol o'sha yillar davomida xizmat qilib beradi hamda, keyin to'g'rimi? Gap yo'q, zo'r. Hozir bunga pisoyi sho'r chiqmaydi, yuvilgan, undan tashqari qo'shilgan bitimi, xudo xolasa rossiyskiy bitim qo'shilgan asfalt bu. Ha, maynligini ko'raverasiz, eng katta toshi o'sha semichka tosh deydi. Gap yo'q, akalar, maynligi shebeni yo'q, biroqda sheben tashalmaydi. Sheben yo'q. Gap yo'q. Ko'cha tashkilotlar bo'lsa, ularga kelishilgan holatda sheben aralashtiramiz, og'irlik mashinasi harakatlanadi. Chunki katta mashina yurganda akalar mayda bo'ladigan bo'lsa titvoradi. O'shuning uchun unga kattaroq toshlar qo'shiladi. Bilsalaring, katta yo'lga bosilgan asfaltlarda katta tosh ko'proq bo'ladi. Sababi mashinani baloni burilganda titvormasligi uchun, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Og'irlik ko'tarish uchun, cho'kmasligi uchun chegirayroq. Hozir xudo xolasa qarang, bu 300 kvadratdan oshiq deyapmiz. 300 kvadratdan oshiq joy uzag'i qanchada bitadi? Uyning egasining ortiqcha vaqti olinmaydi? Yo'q, 1 kun. Zasipka